xohlasa ham xohlamasa ham davlat ko'chirish boshlagan Qamen shaharga. Mening ismim Muratov Rahmatullo, Najot Ta'lim 10-sinf o'quvchisiman. Namangan shahar Go'zalda turaman. Maqsadlar? Avgust bilan sentyabr orasida ingliz tilida IELTS topshirish, promoy SAT ga harakat qilish, kelajakda arxitektor quruvchi bo'lmoqchiman. Har bir arxitektorning o'zining orzulari, rejalari bo'ladi-da. Qanaqa shaharlar qurgan bo'lardi yoki nimalar qilgan bo'lardi? O'zbekistonda ham hozirda suv yetishmasligi, gaz yetishmasligi boshlanadi. Yangi toshqa qurilish boshlandi. Xuddi o'sha narsani men Namangan yangi tuman qilib tura ochmoqchiman o'zim. Hamma aholi kirim chiqimida bo'ladi. Masalan, qishloqdagi odamlar masalan bemaqsad, masalan Instagram ko'radi, masalan ko'pi Rossiyaga ketib ishlayman deydi. O'sha hammasi bitta joyga ko'chib keladi, ishi ham bitta joyda bo'ladi. Yo'q, urbanizatsiyaga to'g'ri kelmaydi-ku, hamma bir joyga yig'ib olish. Va insonlar tabiatan tarqoqlikda katta bo'lishi maqsadga muvofiq. Vatanda ham tuyg'u bor. Perevoddan o'tayotgan paytida tog'larning ichida uylarni ko'rasiz, bilasizmi? Shularni majburlab ko'chirib bo'lmaydi. Chunki u uni asliy vatani. Xohlasa ham xohlamasa ham davlat ko'chirish boshlagan Qamen shaharga. Majburlikdan ko'chiradi ba'zi joylarda, lekin hammani ko'chirib bo'lmaydi. Va hammani bir joyga yig'ib bo'lmaydi. Iloji yo'q buni. O'zi xohishlik demoqchiman-da mana. Keyin masalan o'zi xohlagan shaharga ko'chib kelmoqchi bo'lgan odamlar o'sha yerga ko'chib kelaveradi. Masalan maktab ham o'zini uyiga yaqin bo'ladi, hamma narsasi, ishi ham. Hozirgi g'oyangiz ham masalan menda jiz etmadi. Chunki ular borda o'zi citylarda shunaqa. Maktabi ham, bog'chasi ham, sport zallari ham bittada. Bunaqa citylar yetarli. O'zbekistonda suv 70% masalan sabzavotlarga chiqib ketsa, 30% xalqqa keladi xolos, o'shani kamaytirib, o'sha hamma narsa bitta joyda bo'ladi. Asosan xalqqa e'tibor bo'ladi. Qachondan beri arxitektor bo'lishni orzu qilyapsiz? 2 yillar o'sha. Qurilishlarga o'zim borib ham yuraman o'sha yerda. Shu maqsad yo'lida nimalarga tayyorsiz? Любой narsaga. Arxitektura bu mas'uliyatli narsa-da. Ota-onangiz umidlari nima sizdan? Men aytgan sohani o'zim amalga oshirishim. Sohangiz bo'yicha qaysi universitetlarga kirishni reja qilyapsiz? 3 ta rejas bor, bu hali aniq tanlaganim yo'q. Menga orzularingiz yoqdi o'zi. Faqat orzularingiz aynan shu smart maqsadlarga tushsin. Ota-onangizga rahmat, so'zlaringizga rahmat. Charchamang. Najot ta'lim maktabi